Assalomu alaykum hammaga. Google o'zini sun'iy intellektini ochiq kodini ochiqlabdi. Ya'ni endi istalgan odam uni ko'chirib, kompyuterga ko'chirib, bepul ishlatsa bo'ladi. Qandaydir limiti bor, lekin u limit degani bepul degani. Ana shuni kompyuterga o'rnatishni, qanday qilib ishlatishni hozir ko'rsatib berishni maqsad qildim. Buning uchun bizga 3 ta dastur kerak bo'ladi. O'zi aslida bu ko'proq dasturchilar uchun kerak bo'lgan instrument. Dasturchilar uchun kerak bo'lgan, lekin men sizlarni qadam-ba-qadam o'rgatib, ya'ni hozir mana shu 3 ta dasturni o'rnatamiz. Keyin uni ishlatishni sal qo'linglar kelib olgandan keyin keyingi qadamni ko'rsatmoqchiman. Keyingi qadam mana shu dasturlar bilan qanday qilib yengil-yengil saytlarni qilishni tayyorlash. Ya'ni siz aytaylik dasturni umuman tushunmaysiz, dasturchi emassiz, dizayner emassiz, umuman hech narsadan xabaringiz yo'q. Qadamma-qadam ko'rsataman qanday qilsa bo'lishini. Va keyinchalik mana shu saytni qilishni boshlash o'rganganimizdan keyin keyingi qadam mana shu xayolimizga kelgan g'oyalarni amalga oshirishni ko'rsatmoqchiman. Mana misol uchun men hozir bitta proyekt qilyapman. Ingliz tilini o'rganayotganlar uchun IELTS bor. Ana shu IELTS ga tayyorlanadigan bolalar uchun speaking bilan matnni tekshirib beradigan platforma qildim. Mana shu platformani qilib Instagramga qo'yishim bilan o'sha xaridor chiqdi. Menga kerak, men olaman degan. Mana shuni ko'rsatmoqchiman. Mana bu yerda mana shu saytni o'zi ham sun'iy intellekt bilan qilingan. Ana shuning uchun dasturchilar deb yozibdi. Xatolarga ahamiyat bermay qo'yaverasizlar. Ana shundan qilib sizlarni hozir birinchi 3 ta dastur o'rnatamiz, o'rgataman. Ishlaganinglardan keyin qanchadir vaqtdan keyin, masalan, bir haftadan keyin keyingi darsni ko'rsataman. Qanday qilib oddiy saytlarni tayyorlashni sun'iy intellekt bilan qaytaraman. Bitta ko'd yozmaysizlar. Undan keyingi jarayon mana shunaqa xayolinglarga kelgan proyekt bo'lsa, misol uchun o'ylab yuribsizlar, dasturchilarga borib menda mana shunaqa proyekt kerak. Misol uchun agar sizlar do'koninglar bo'lsa, men do'konni kirdi chiqtisini masalan 100% hisoblaydigan aytaylik bot qilishim kerak, hali oddiy narsani oddiy tushuntirmoqchiman-da. Misol uchun olib kelganda, misol uchun 10 ta qurtop olib keldi, 10 ta nimani bukun olib keldik, 10 ta yashik pecheniyni olib keldik, masalan 2,5 million deb misol uchun aytadigan bo'lsangiz, oyda oxirida bitta knopkani bosib menga chiqarib ber deydigan bo'lsangiz, oxirida masalan kassani chiqarib, oxirida sizga masalan aytaylik 100 millionlik savdo qilding, 70 millionlik tovar olding, 30 million qoldi, undan 20 million, xullas shunaqa analitika qilib beradigan proyekt qiladigan darajaga olib chiqish niyatim bor o'zbek auditoriyasini. Endi bu haligi masalash bo'lmasin, endi bilmaydiganlarini nazarda tutyapman, qaytaraman. Dasturchi bilmaydiganlarni men o'zim shaxsan 2012-yildan beri dasturchilik bilan shug'ullanaman. Men Ukrainada tahsil olganman. Dasturlash bo'yicha. O'zi aslida yo'nalishim sun'iy intellekt bo'lgan. Ukrainada ham hali endi rivojlanayotgan paytda u algoritmlar yo'q paytda, ana shu paytda o'zi sun'iy intellekt bo'lgan yo'nalishim. Bu yerdan kelib men hozirda ham asosiy ishim dasturlash bilan ishlayapman. Bu qandaydir sun'iy intellekt meni hobbim, qiziqishim. Prosta ichimdan yongani uchun, shu narsani yaxshi ko'rganim uchun, ancha yildan beri shug'ullanganim uchun endi o'zbek auditoriyasi bilan bo'lishishni xohladim. Chunki o'rislarning ichida juda ko'pchilik qiziqadi, juda ko'pchilik o'rgatyapti, ko'rsatyapti. Bizda meni fikrimcha YouTube tarmoqlarida, Instagramlarda faqatgina mana bunday rasmni chiqarmoqchi bo'lsang, bir raqamini yoz, men senga nimani jo'nataman degan prosta auditoriyani ko'paytirish maqsadida qilinayotgan maxinatsiyalar. Endi maxinatsiya demaylik, xullas harakatlar endi hamma auditoriyasini ko'targisi keladi. Bu maqsad demoqchiman. Sababi shu, boshlashimi, hozir gapirishimi mana shu 3 ta dasturdan boshlashim, ya'ni buni ko'rgan odamlar bo'lsa, bu masalan bitta dastur bilan ko'rsatiladigan narsa edi ekan, nimaga kerak bordi 3 ta dasturi degan savoliga javob berish uchun uzoqdan olib keldim. Mana shu sababdan kecha 25-iyun kuni Google Gemini seriyasini taqdim etdi. Aslida darslikni kecha tayyorlagandim. Shunchaki kecha payt ovozim charchagani uchun, sal uyqusirab gapirganim uchun boshqatdan yozishga qaror qildim, bugunga ko'chirdim. Mana shuning uchun bir kunga kech qoldi. O'zi aslida kecha chiqqanda sizlarga bermoqchi edim, birinchi o'zbek auditoriyasi bilsin deb. Azbaroy charchab qolganim uchun bera olmadim. Geminichilar xullas kompyuterlarga o'rnaydi. Buni sodda qilib tushuntiraman. Kompyuterlarga o'rnaydi va kompyuterda ishlash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bu yerda cheklov bor. Cheklov degani
bir minutda 60 ta so'rov degan, 60 marta savol berishingiz kerak degan. Bu degani bez limit degani 1 minutda 60 ta savol bera olmaysiz. Savolni berganingizdan keyin o'zi taxminan 30 sekund 20 sekund javob kutasiz. Ikkinchi savol berganingizda 1 minut tugaydi. Va bir kunda, bir sutkada 1000 ta so'rov. Bu narsa har sutkada yangilanadi. Odatda mana shunaqa platformalar sun'iy intellektlarni kompyuterga o'rnatishga bersa, ikkita muammo bo'ladi. Birinchisi, bu narsalarni kompyuterga o'rnatish uchun sun'iy intellekt mana shunaqa hisoblaydigan sun'iy intellekt o'rnatish uchun u sun'iy intellektlar trillion ma'lumotlarni o'qigan bo'ladi-da va joyi juda katta bo'ladi. Birinchi muammo uni o'rnatish bo'ladi kompyuterga, ya'ni joy jihatidan. Ikkinchi muammo u ishlashi uchun kompyuteri juda kuchli bo'lishi kerak bo'ladi. Video kartasi, xotirasi, CPUsi, ana shular kuchli bo'lishi kerak bo'ladi. Shundagina siz kompyuterga o'rnatib chiqara olasiz va buni eng katta minusi ana shuncha to'siqdan o'tganingiz taqdiringizda ham sizga ideal holatda kartinka bermaydi. Mana misol uchun GPTda chiqaradigan rasmingiz bor-ku, ana shunaqa rasm chiqara olmaysiz nimada? Lokalda. Chunki ular sizga shunaqa ma'lumot chiqarishni berish uchun bu kompyuteringiz umuman kuchli bo'lishi kerak va joyi juda katta bo'lishi kerak. Unaqa оборудование qilish uchun kompyuter umuman serverga o'xshatib qolish kerak. Xullas shunaqa terminlarni ko'p tushunarsiz, lekin mana bu Gemini Siliada ishlagani uchun bu juda yengil ishlaydi. So'rov sizga qanday tushuntirsam ekan? Hamma hisoblaydigan, hamma jarayon, qiyin jarayonlarni Google o'zida olib qolganda, o'sha kompyuterdagi hisob-kitoblar hammasini o'zida olib qolganda, sizga kalit bergan. Misol uchun, senda savol bo'lsa, meni oldimga kelasan, shuni taqqilatasan eshikni, kalitni beraman, savolni berasan, olib ketaverasan degan. Ya'ni sizda hech qanaqa jarayon bo'lmaydi. Bu yengil kompyuterda, любой notebookda bo'lsa ham bemalol o'rnatib ishlatsanglar bo'laveradi. Va buni afzalligi ana shu hozir aytgan kamchiligi, lokalniga o'rnatganingizdagi kamchilik shuni hisobiga yo'qoladi. Ya'ni bu mana bu Gemini 205 Pro juda aqlli ekan. Men kecha o'rnatgandan keyin o'zi dars tayyorlaguncha 4-5 soat ishlatdim. Juda aqlli, savollarga juda yaxshi ravon javob beryapti. Xullas o'rnatib olib bemalol ishlatsa bo'laveradi. Hozir ko'rsataman yo'llarini qanday nimalarda ishlatishini. Xo'p, o'rnatish bo'yicha qo'llanmani buni o'tkazib olamiz, chunki buni ham ko'rsataman. Mana bu yerda kuchli imkoniyatlari bor. Mana shu yerda videoni pauza qilib ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu dasturchilar uchun must have o'zi, dasturchilar uchun juda kerak bo'lgan narsa, chunki CI/CD'si bor, avtomatik o'zi run qilib, uni qilgan proyektlarni o'sha bu yog'i dasturchilar bo'lsa tushunadigan nimada jumlada gapiraman. O'zi proyektni run qilib, bug topadigan bo'lsa, bugni debug qilib, fix qilib, yana bir marta run qilib ishlagandan keyin CI/CD qilib, xullas shunaqa. 1 million token o'ynaysiz degani bu bitta katta kitobni joylab olsa bo'ladi degani. Xullas bu matndan tashqari mana rasmlar yoki PDF fayl ana shular bilan ham ishlash imkoniyatiga ega. Bu juda katta eshiklarni ochadi. Mana bu limitlari. Mana bu API kaliti 1 million token uchun bu endi yana dasturchilar uchun, bizning mavzuyimiz bu emas. Agar dasturchilar bo'lgan bo'lsa, o'sha qiziqib ko'raveradi o'zlari, dasturchilarga uni tushuntirib o'tirishning hojati yo'q. Mana bu yerda qisqacha nima qilsa bo'lishini ko'rsatib o'tganman. Veb-sayt qilsa bo'ladi, ma'lumotlar bilan ishlasa bo'ladi yoki o'zingiz agarda masalan Telegram botingiz bo'lsa, Telegram botingizga API orqali ulasangiz bo'ladi. Masalan, Telegram botga ishxonada bironta narsa biznesda ishlasangiz yoki aytaylik bir analitikada ishlasangiz yoki dokumentlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, bironta Telegram bot qilib yoki siz xat yozadigan bo'lsangiz, Telegram bot qilib, ana shu Telegram botga shunday nimani rasmga olib, mana shu xatingizni rasmga olib bitta tashab, "Mana buni to'g'irlab ber" desangiz, mana shuni tahlil qilib to'g'irlab beradi. Mana shunaqa integratsiyalar qilish uchun, misol tariqasida aytyapman. Mana shunaqa integratsiyalar qilish uchun API integratsiya. Va hozir aytganim uchun dasturchilar uchun must have bo'lgan jarayonlar. Xo'p, buni boshladik bo'lmasam, bismillah. Qaranglar, buni boshladik. Mana shu yerda GitHubga o'tamiz va API kalitni olish kerak bo'ladi.
Hozir ikkala jarayonni ham ko'rsataman, qanday qilib nima qilib ulanadi. GitHubga o'tganimizda bu ana shu GitHub bu dasturchilar kod yozganda, dasturlarni yozganda saqlanadigan bitta общий baza, общий joy. Misol uchun mana Instagram bizni hammamizni kontent yaratuvchilarni va video ko'rishga qiziqadigan odamlarni yig'adigan joy bo'lsa, bu yerda dasturchilar yig'ilib, mana shu qilgan ishlarini qo'yib, bir-biri bilan bo'lishadigan joy GitHub. Bu yerga mana Google o'zini nimasini qo'ygan. Ana shu sun'iy intellektini ochiq nimaga qo'ygan bozorga va bizga bu yerda o'rnatishni ko'rsatyapti, qanday qilib o'rnatadi deb. Bu jarayon dasturlash tushunmaydiganlar uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun shunchaki meni orqamdan qaytarasizlar, bo'ldi, ishlaydi. Xo'p, birinchi bo'lib bizga Node.js degan dastur kerak bo'ladi. Node.js degan. Google ga o'tamiz, Node.js deb yozamiz. Node.js deb yozganimizda birinchi sayt chiqadi. Mana shu yerga mana shu downloadni bosamiz. Bizga saytiga kiradida va shu yerda mana bu Windowsda bosamiz. Agar bizda Windows bo'lsa, Windows installer bosib ko'chiramiz. Bu dasturni ko'chirib olamiz birinchisi. Ikkinchisi VS Code deb yozamiz. VS Code ga kirib, buni ham mana shunga ko'chirishga bosamiz va buni ham xuddi shunday qilib ko'chirib olamiz. Va uchinchi dastur Gitbash deyiladi. Men Gitbash tavsiya qilaman o'rnatishda, lekin bizda Gitbash ishlamaydi. Buni ishlatish uchun biz yana sizlarga o'tgan darslarda ko'rsatgan VPN dan foydalanamiz. Agar VPN ni o'rnatish darsini ko'rmagan bo'lsanglar, mana shu kanalda VO3 bo'yicha darslik bor, ana shu yerga kirsanglar, VPN o'rnatish bo'yicha ko'rsatma bor. VPN ni yoqamiz, istalgan davlatda yoqamiz va buni yangilaymiz. Mana shu yerga mana bu yerga ko'chirish tugmasini bosamiz. 3 ta dasturni ko'chirib olgandan keyin 3 ta dastur tayyor. Birinchi Node.js dan o'rnatishni boshlaymiz. O'rnatish jarayoni hech qanday qiyinchiligi yo'q. 2 marta bosasizlar, oyna ochiladi. Faqat mana shuni bosasizlar. Oxirgi dasturimiz bor, buni ham o'rnatamiz. Hammasi bir xil o'rnatish, keyingisini bosasizlar, hech qayerga o'zgartirish kiritmasdan. Mana bizda programmalar hammasi uchalasi o'rna bo'ldi, dasturlarimiz tayyor. VS Code ni ochamiz. Ko'chirilgan dasturlarning ichida mana shu Visual Studio Code ni ochamiz. Mana bizda VS Code ochildi. Endi bizga Ctrl bilan yo'ni bosamiz. Ctrl yo harfi. Mana qaranglar, mana bu Ctrl bilan yo'ni bosamiz. Ctrl yo'ni bosamiz. Shunda bizga mana bu oyna ochiladi. Mana shunaqa oyna ochiladi. Bunday pastroqda ochiladi sizlarga. Mana shu oynaga kodni ko'chiramiz. npm install degan. Xohlasanglar qo'lda ko'chiringlar, xohlasanglar mana bu yerda mana tugmasi bor. Mana shu tugmaga bosgan bo'ladi. Mana men ko'chirdim. Bu yerga o'tib, michkan o'ng tomonini bosadigan bo'lsa, qo'yib o'rnashni boshlaydi. Kompyuterimizga уже Gemini'ni sun'iy intellektda o'rnashni boshlayapti. Mana tayyor bo'ldi. Endi keyingisi o'zi avtomatik tarzda qo'yildi. Prosta enter tugmasini bosamiz. Mana bizga endi temani tanla deyapti, ya'ni mana qaranglar, mana bu yerda o'zgarishlarga. Mana bu yerdagi o'zgarishlarga qaranglar. Men mana bu yerda o'tkazyapman. Bu yerda o'zgaryapti. Qaysi rang ma'qul bo'lsa shuni tanlaysizlar. Men odatda Draculani ishlataman. Shuni tanlab enter bosaman. Endi bu yerda ro'yxatdan o'tish tanlayapti. Men sizlarga mana shu login with Google bilan o'tishni tavsiya qilaman hozircha, chunki API bilan o'tish kerak emas, shu qiyin jarayon. Dasturchilar bo'lsa, agar ichimizda dasturchilar Gemini API bilan ulangani ma'qul, chunki u yerda yana imkoniyatlar ko'proq bo'ladi. Rasm generatsiya qilsa bo'ladi, video generatsiya qilsa bo'ladi, ulab. Google with AI bilan enter tugmasini bosamiz, bizga Google akkauntlarimiz ochiladi. Va o'zimizga kerak bo'lgan Google akkauntni tanlab kirish tugmasini bosamiz. Oyna chiqqandan keyin demak biz kirdik bu nimada. Yana qayta VS Code ga o'tamiz. Bo'ldi, tayyor bo'ldi. Endi bemalol ishlatishimiz mumkin. Mana bizda o'rnadi. Mana shu yerga xohlagan savolimizni beramiz. Mana bu bugungi kunlik limitimiz hozir 100% turibdi, hali ishlatmadik. Mana shu yerga istalgan savolimizni bersak bo'ladi.
Uni yana bitta yaxshi afzallik tomoni bu internetga ulangan, ya'ni avtomat siz uchun internetdan borib istab topib ma'lumotlarni yig'ib olib kelib bera oladi. Masalan, oldin biz bironta ma'lumotni olish uchun Google'ga o'tib, Google Trends'ga o'tib, Google Metrikaga o'tib, mana shu saytga kirib, hozir O'zbekistonni tanlab, O'zbekistondagilar nimani ko'proq qidiryapti deb, ana shundan keyin o'rgangan ma'lumotlarni tablitsalarga yozib, analitika qilib keyin video tayyorlashga kirishadigan bo'lsak, oldin. Hozir buni hammasini o'zi qilib beradi. Mana shu bizga tayyor javob topib beradi. Mana bizga g'oyalarni yozib berdi. Mana shu javoblari. Qaranglar, mana OTMga kirish imtihonlari va mandat natijalari. Hozir OTMga kirish boshlandimi shunda? Mana shuni ko'p qidirishyapti ekan. Chet elda ishlash yoki o'qishga ketish degan mavzuni ko'p qidiryapti ekan biz O'zbekistonda. Onlayn pul ishlash va biznes deganni ko'p qidirishyapti ekan. Aynan mana shunga olib bormoqchiman men sizlarni keyingi darslarda, xudo xolasa qadam-ba-qadam onlayn pul topish masalasiga. Chunki buni o'rgatishimdan sabab, buni o'rgatsam bunga talab ko'paysa, bunga talab ko'paygan sari bizga ish ko'payadi. Bu mana bunaqa olovga o'tin tashlagandaqa narsa, olovga o'tin tashlasam issig'i o'zimga qaytadi. Ana shuning uchun mana shu jarayongacha olib o'rgatmoqchiman, xudo xolasa. Mana bu Reels'ga g'oyalar, mana shu 3 ta top 3 tani olgan. Sirazu bizga Reels'ga g'oya qilyapti. Instagram uchun tayyor. Mana g'oya qilib, nimani qilsam ekan deb o'tirishni hojati yo'q. Mana shu hozir aktual ekan imtihonlarda. Demak, mana shu Reels qilsak bo'ladi. Koeffitsiyenti baland bo'ladi. Uchishi, rekka chiqishi. Ikkinchisi, chet elda ishlash. Bu doimiy aktual mavzu biz uchun, doimiy aktual mavzu. Va uchinchisi ham doimiy aktual, tim bo'l ayniqsa hozir ko'pchilik mana shunga qiziqishni boshladi. 2024-yildan beri bunga talab oshyapti. Va bu sun'iy intellektlar rivojlangandan keyin odamlar yana ham ko'proq ishonishni boshladi onlayn pul topishga. Shuning uchun bu ham aktual mavzu va umumiy uchalasini aniq ayta olamizki, mana shu uchalasini Google Trends'dan yig'ib keldi. Istalgan savolinglarni bersanglar bo'ladi. Men yana bir ikkita mavzu ko'rsatib berardim. Meni kommentariyamga videoni cho'zib yuboryapsiz, sal qisqaroq qiling deb yozishyapti. O'zi kirish qismi ko'payib ketdi, ana shuning uchun videoni to'xtataman. Mana shu o'nnadi istalgan savolimizni beramiz. Xohlagan savolimizni, xohlagan qiziqtirgan savol. Bolani qanday tarbiya qilaman? Endi tarbiyaga haligi psixologik qanday o'rgatiraman? Nutqini qanday rivojlantiraman? Men bolaga bunday javob bersam, menga bunday javob qaytaryapti. Uni psixologiyasiga mana shuni. Xullas, istalgan mana bitovoy hayotimizda duch kelayotgan muammolarimiz bo'lsa beramiz, javob olamiz. Ishimizdagi muammolar bo'lsa, dasturchilar вообще must have. Dasturchilarning ishini вообще menga oddiy sayt tayyorlab ber, men haqimda bo'lsin. Islom Ibragimjonov. Misol uchun shunaqa deb yozsanglar saytni qilib beradi. Keyingi saytda birinchi oynasi yoqmadi, ikkinchisi shunday qilib saytni tayyor qilib olsanglar bo'ladi. Xullas, mana shu saytni boshladi. Bu birinchi qadamimiz o'g'illar. Bunaqa qadamdan xudo xolasa yana 5-6 ta qilamiz va mana shu yerda ham tanlaysizlar. Qaranglar, mana bunaqa savollar chiqsa tanlab qo'yasizlar. Bu ruxsat so'rayapti ishlashga sizlarsiz. Ya'ni kompyuter ishlatishga ruxsat so'rayapti. Xo'p, o'g'illar, bugun yetkazmoqchi bo'lgan mavzum shu edi. Hammaga rahmat. Savollar bo'lsa, agar o'rnatish jarayonida qiynalib qolsanglar, biron narsa bo'lsa, tushunmay qolsanglar, bemalol yozaverasizlar. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha aloqada bo'laman, yordam qilaman.